Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan veb-saytlarni yaratishda CMS texnologiyasini qo'llashni o'rganamiz. Ya'ni bu CMS texnologiyasi Content Management System hisoblanadi. Ya'ni kontentlarni boshqarish tizimi. Kontentlarni boshqarish tizimi saytlarni hech qanaqa kodlarsiz drag and drop usulida yaratish uchun bizga dasturlar taqdim etadi. Ularning bir necha turlari mavjud. Bugun sizlar bilan CMS dasturlardan biri hisoblangan WordPress dasturini o'rganamiz. Xo'sh, WordPress dasturida ishlashning 3 xil yo'li bor, ya'ni 3 xil usuli bor. Birinchi usuli wordpress.com saytidan ro'yxatdan o'tib, o'sha saytning o'zida subdomen olib turib, shu saytning o'zida onlayn ishlashimiz mumkin. Ikkinchi yo'li wordpress.org saytiga kirib, bu joydan biz WordPressning fayllarini o'zlarimizga kompyuterimizga yuklab olib, o'zlarimizning lokal serverimizda, ya'ni ham yoki open serverimizda lokalniy tarmoq qilib ishlashimiz mumkin. Uchinchi yo'li bu tashqi hosting orqali tashqi hosting sotib olib, o'shanda ishni olib borishimiz mumkin. Hozir sizlar bilan wordpress.org saytidan WordPressni skachat qilib, yuklab olib, lokal serverda ishlashni o'rganamiz. Xo'sh, mana bu joyga wordpress.org saytiga kirib olaman va bu yerdan mana bu yuklab olishni bosaman. Va mana bu joyda 6.2 versiyasi chiqqan ekan. Oxirida mana shuni yuklab olamiz. Mana yuklab oldi. Men oldin ham yuklab olgan edim. Xo'sh, endi bunga o'tamiz. Va buni men hozir nima qilaman? Zipdan chiqarib olaman. Ya'ni bu hozir zip bo'lib turibdi. Zipdan chiqaramiz buni. Xo'sh, mana bu joyga papka tushdi. Endi ichida qarasangiz WordPress papkasi bor. Buni nusxalab olaman va sizlar bilan biz Huntni kompyuterimizga o'rnatgan edik. Kompyuterga o'tamiz va C diskga kiramiz. Bu joydan Hump papkasini topamiz va bu joydan htdocs papkasining ichiga o'sha biz WordPressni tashlab qo'yamiz. WordPressni papkasini tashlab qo'yamiz. Xo'sh, mana WordPress papkasi tushdi. Endi biz Humpni ishlatib WordPressni o'rnatib olamiz. MySQL ga startni bosamiz, ya'ni bu MySQL bilan va Apache ga ham bosamiz. Endi biz browserdan yozamiz localhost nimani? WordPressni ochsin. Xo'sh, hozir WordPressni fayllarni o'qiyapti. Xo'sh, nimaga ochmadi? Xo'sh, Apache bilan MySQL ga qaytadan start berib yuboramiz. Mana ishladi. Endi bu joydan ingliz tili, xohlasak o'zbekcha varianti ham bor. Hozir men inglizcha variantini tanlayman. Xo'sh, bu joyda biz hozir mana bu ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak. Let's go. Endi bu joyda database name, username, password kabi ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak. Buning uchun biz MySQL da baza yaratib olamiz, ya'ni bizning WordPressimiz uchun baza yaratib olamiz. Xo'sh, localhost phpMyAdmin ga kiraman. Endi bu joyda baza yaratib olamiz. Yangi baza yaratamiz. Bazaga nom beramiz. Bazaga nomni xohlagan nom bilan berishimiz mumkin. Misol uchun test 1 deb bazaga nom beraman hamda yaratamiz. Mana test 1 degan baza yaratdik. Endi biz yangi foydalanuvchi qo'shib olamiz. Buning uchun sozzat o'tamiz hamda uchetniy zapisni bosamiz hamda bu joydan yangi foydalanuvchi qo'shib olamiz. Xo'sh, yangi foydalanuvchiga, misol uchun bunga hozir test 1 degan nom berdik. Bu boshqacha nom bo'lishi mumkin. Hozir men bunga ham yana test 1 nomli email beraman hamda bu joyga hozir parolni generatsiya qilamiz. Mana parolni generatsiya qildim va buni nusxalab olib turaman. Bu joyga tashlab turamiz vaqtinchalik. Parolni tashlab turdim. Endi mana bu joyga ptichkalarni qo'yib, danniy struktura administratorlarini belgilaymiz hamda buni saqlab olamiz. Vperyod. Mana bo'ldi, yangi nima qo'shdik? Foydalanuvchi qo'shib oldik. Nomi user test 1 bo'ldi. Parolni ham saqlab oldik.
Xo'sh. Bo'ldi, bu joylar to'g'ri. Endi keyingi qiladigan ishimiz biz mana bu nimani ochib olamiz. WP etude computer sirishga kirib, hampning ichidagi MySQL emas, bu joyda htdocs bor, htdocs papkasi bo'ladi, hamda bu joyda WordPressga kiramiz. Boya WordPress papkasini joylagan edik va bundagi wp-config sample faylini ochib olaman. Ishqonchaning o'ng tarafini bosib, xohlasak VS Code, xohlasak text redaktor orqali ham tahrirlashimiz mumkin. Hozir ichiga kodga o'zgartirish kiritishimiz kerak. Mana bu joylarda default ko'rinishda turadi. Men buni avval boshqa bazani bog'lagan edim. Buni o'chirib olamiz. Sizda boshqacha turadi bu. Bu joyga hozir men dbname, ya'ni databasening nomini beraman. Xo'sh, databasening nomini biz qanaqa nomladik? test1 deb nomlab oldim. Va o'tamiz. Bunga ham yozaman test1. Xo'sh, user, ya'ni userga ham test1 qildik. test1. Parolni biz boya browserga tashlab turgan edik, eslab qolish uchun. Mana nusxalab olamiz. Hamda VS Code'ga o'tib parolni tashlaymiz. Bo'ldi. Bu yoq hosti local host turadi. Hozircha biz local hostdan ishlayotganligimiz sababli buni saqlab olaman. Chiqib ketamiz. Va mana buni wp-config faylini wp-config sample turibdi. Buni biz perminovat qilamizda sample'ni o'chirib olamiz. WordPress o'qib olish uchun wp-config.php qilib qo'yamiz. Bo'ldi. O'zgartirish kiritdik. Endi WordPressga qaytamiz hamda bu joyga biz hozir baza yaratganmiz. Nima? test1. Username ham nima? test1. Paroli, boyagi parolimni, nusxalagan parolimni tashlayman. Hamda localhost wp turadi. Bo'ldi. Submitni bosamiz. Xo'sh, wp-config sample php. Bu joyda hozir xatolik beryapti. Need sample php. Biz boya buni config sample'ni o'chirib tashlagan edim. Qaytadan bunga sample yozib ko'raylik. O'qimayapti buni. sample.php qilib saqlaymiz. Xo'p, mayli. wp-config sample saqlab oldik. Qaytadan yangilab yuboramiz buni. Bo'ldi. Run the installation bo'ldi. O'rnatilyapti. Endi WordPressni bemalol o'rnatib olishimiz mumkin. Xo'sh, bu joyga site title, ya'ni saytimizga nom beramiz. Misol uchun saytga nom beramiz. Hozir test deb yozamiz. test.uz bo'la qolsin. Username. Xo'sh, username'ga endi biz saytning username boshqa, bu bazaniki boshqa bo'ladi. Xohlasak bir xil ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. Xo'sh, bunga yozamiz. Username'ga admin bo'la qolsin. Admin. Va mana bu parol bo'ladi. Strong, ya'ni bizga kuchli parol yaratib beryapti o'zi. Buni ham nusxalab turaman. Hozir biz login qilib kirgan paytimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, emailni ham yozib ketamiz. Bo'ldi. Install WordPress. Mana WordPressni o'rnatib oldik. Login qilamiz. Endi kirib olishimiz kerak. Admin, parol, mana bu boyagi parol. Nusxalab olamiz va mana buga tashlab qo'yaman. Login. Bo'ldi. Kiryapmiz. Mana bizga WordPressni user interface'ini ochib berdi. Mana WordPressning umumiy ko'rinishi. Demak, WordPressni hozir biz qaysi usul bilan WordPress saytiga kirib, uni yuklab oldik hamda biz hamp orqali, ya'ni local server orqali bu narsani biz ishlatyapmiz. Endi saytimizga o'tib ko'radigan bo'lsak, mana test.uz'ni bossam, nimaga? Saytga qaytadi. Ya'ni bu saytning umumiy bir ko'rinishi. Bizga bir oddiygina bir plugin taqdim qilyapti. Biz xohlasak nastroykasidan boshqa pluginlarni ham o'rnatib olishimiz mumkin. Mana bu joyga pluginga o'tib turib, pluginlarni qo'shib olishimiz mumkin. Userlarni to'g'rilashimiz mumkin, ya'ni pользовательlarni qo'shishimiz mumkin. Bunga boshqa administratorlarni qo'shishimiz mumkin. Saytga 2-3 odam pользователь bo'lib kirishi mumkin bo'ladi, ya'ni admin bo'lib kirishi mumkin bo'ladi. Appearance bor. Mana bu appearance bo'limida biz internetdan mana bu joydan plugin qidirishimiz mumkin.
bizga bepul hamda pullik bo'lgan pluginlarni taqdim qiladi. Misol uchun hozir men mana bu pluginni o'rnatmoqchiman. Bu joydan activate qilamiz. Activate bizga shuni activate qilib beradi. Customers mana bizga o'sha pluginni hozir ko'rsatib beryapti. Endi saytimizga bosib ko'ramiz. Saytimizga qaytamiz. Test tuzni o'ng tarafini bosib, navoiy oynadan ochib olaman. Mana bizga o'sha pluginni o'rnatib berdi. Biz buni edit site qilib turib, saytning kerakli joylariga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Misol uchun buni o'zgartirishimiz mumkin. Sample page ni bosgan payti buni ham o'zgartirishimiz mumkin. Saytimizga navbar qo'shamiz. Mana bu joylarni, rasmlarni boshqa kontentga, tekstga bemalol o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu usulda, ya'ni bu joyga ham to'g'ri kodlarni qo'shsak bo'ladi. O'zimizning HTML, CSS dasturlash kodlarimizni ham qo'shib o'zgartirish kiritsak ham bo'ladi. Lekin buning afzal tarafi, dasturlashni bilmagan odam ham bu WordPressni bitta o'rganib chiqib olib, bemalol saytlar qurishi mumkin bo'ladi.